O'zim qanaqa qilib qo'lim bilan latokka ichida ana sterilni bintni olib tishlaganimni bilmayman. Stomatolog bo'lganim bilan meni ham tishim og'riydi. Tishim og'riganda ham aql tish to'g'risida. 4 yil oldin karantin vaqt. Shunaqa malakasiz shifokorga borib qolganman. Jon holatda og'rib turibdi, endi quloqlarga beryapti. Bordim, rentgen qildik. Qilganimizda ko'rdim, tish hajmi juda katta. Aytaman, tegmaymiz, mayli dedim. Obezboливающий ichib turaman, lekin bir haftadan beri obezboливающийda yuribman endi. U payt o'zimga vrachimga telefon qilaman, ular ham chiqolmayaptilar. Shunaqa bo'ldi, vынужденныйman-da endi. Shu narsaga уже keldim-da, olishim kerak. Endi oldiryapman, aytayapman, "Hey, ikkiga bo'lib ol. Bo'lmaydi bu." Yo'q, bo'ladi, opa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilib turibdi stomatologligimni. Ovotganning o'zida jag'i sindirib qo'ydi. 8-tishi ovotdi, jag'imni sindirib qo'ydi. Men aytdim, jag' sindi dedim, og'iz qonga to'lib ketyapti dedi, issiq ketdi. Aytaman, jag'im bo'ldi, sindi dedim. Shunaqa desam, "Yo'q, opa, sinmadi" dedi. Sindi jag' dedim. O'zim qanaqa qilib qo'lim bilan latokka ichida ana sterilni bintni olib tishlaganimni bilmayman. Shu tishladim, shu holatda ketdim eski toshmiga qarab. Eski toshmiyda shokka tushadigan narsa. Bordim, ishonasizmi? Shundoq tepaga, shundoq pastga sim qilib, shundoq jag'i yopib tashladi. Suvdan boshqa narsa o'tmaydi. Suvdan boshqa nonni ubog'i ham o'tmaydi.